ustiga mana chiqib bemalol yurib ham beraveraman, bu ko'taraveradi. Oshxona, kuxonniy, uголок razmeriga 180 ga 150, teyida sandiqlari bo'ladi. Hammasi yangi narsadan yasaladi. Xo'sh, ikkita pufigi bo'ladi. Narxiga kelsak 1 million 350 dan sotilgan, hozirgi kunda 1 million 300 bez dastavka narxi bor. 1 million 500 aksiyada bitta pufigi bonusiga beryapmiz. Deydi mana buni ham sandiqlari bor. Buni birinchi modelimizga qaraganda farqi 3 ta bo'lakli bo'ladi. Burchagini xohlaganingizdek alishtira olasizlar. Bu modelimiz bir-biriga qotardi. Shuning uchun arzonroq chiqadi narxiga. Bundan tashqari mana gostinniy zallarimizga uголокlarimiz bor. Stollari alohida, uголок alohida bo'lsa mana narxi yozilgan 2 million 600. Stolimiz narxiga kelsak, ikki xil stol variantimiz bor. Bu stolimiz laminatli. Bu stolimiz 400 ming. Xullas komplekti bilan hisoblasak 3 million, stolsiz olsangiz 2 million 600 qilib beramiz. Razmeri 320 ga 220. Katta uголокlarimiz, hozirgi ko'rganda gostinniy uголокlarimiz mana 3 million 600 dan mana narxlari yozilgan. Boyaga aytganim 800 ml stol mana shu bo'ladi. MDFli ustiga mana chiqib bemalol yurib ham beraveraman, bu ko'taraveradi. Boyagi stolimizni bunaqa ko'tarib bera olmaydi-da. Mana skidkalarimiz ham bor bo'ladi. Bo'lmaydi emas, mana 2 million 900, 3 million 100 dan sotganmiz bu uголокlarimizni, eslaganlar bo'lsak, olganlar bo'lsa. Hozir aksiyada mana 2 million 800 dan bez dastavka qilib beramiz. Hammasida ikkitadan pufik bo'ladi.